Hürmetli vatandaşım, ötkende dubi tor bitik yazılgan bir parça xabarni tercüme qilib Uyg'urlar to'g'ri yozilgan xabarni sizlarga yetkazgan edik. U xabarda asosliq masala nima deyilgan edi? Harbiy holat, jiddiy holat, hatto harbiy holat deyishga bo'ladi deyilgan edi. Xinjiang demak hozir harbiy holat davriga kirdi. Harbiylar Xitoy mustamlikchilarining harbiy qurollar, harbiy odamlari, lekin uning qarshi turgan Uyg'urlarning qo'lida hech nima yo'q. Uyg'urlar qurolsizdir. Fakat onun bir Allah'dan başka yönetçisi, yoki onun qo'g'dug'uchisi, onun himoyachisi yo'q. Bugun Xinjiangning vaziyati shu yerga yetib keldi. Biz endi so'zlaydigan yana bir tema, yaqinda to'r betlarga chiqayotgan mundaq bir ish o'ttirg'i chiqdi. Masalan, Sayfiddin Azizning hujjatlik filmi, Uyg'ur to'r beti degan to'r beti bilan o'ttirg'i chiqdi. Sayfiddin Aziz rahmatlikning bu faoliyatlarining hammasini chiroyli qapti. Sayfiddin Aziz albatta bizning Uyg'urlarning inqilob rahbarlarining biri. Qo'li qurol olgan, qurol ko'targan inqilob rahbarlarining biri. Uning ikki qiri bor. Sayfiddin Aziz degan bu ismning ikki qiri bor. Birisi zamon o'ktamdir, uningga tangan qir. Yana birisi uning o'zining tabiati, vatanparvarlik hissiyoti bilan inqilob qatnashgan qir. Shunga bu ikki qirliq Sayfiddin Aziz bo'lib yashagan odam. Uning paketlarining hammasini aytib yaxshi beribsizlar. Shuning ichida tilga ilingan bir masala ko'zim tushdi. Masalan, Dinglichun degan odam bu to'g'ri Sayfiddin Aziz to'g'ri so'zlabdi. Bizning Uyg'urning nupuzi, Uyg'urning davlati, Uyg'urning shonisi, Uyg'urning rahbari, davlat rahbari Ahmadjon Qosimov qatorliqlarning qanday vafot bo'lganligi to'g'risida. Dinglichun nima deydi? Aeroplan tog'dan tushib ketdi. Rasmi Dinglichun apandi? Ras aeroplan tog'dan tushib ketdimi? 1949-yili 7-oyda Li Shaoqi Moskvaga bordi. Enin keyin Mavzuni xotni Jiangcheng Moskvaga bordi. Stalin bilan ko'rishdi. Nima deyishdi Dinglichun apandi? 1949'ın 1. ayının 31. günü Moskva'dan Sovet İttifaqı'dan Mikoyan geldi Beijing Şibeypo'ga. Mao Zedong bilen nime dep sözleşti Mikoyan efendi? Dinglichun efendi, muş tarihlamaydı şundaqmı? Bizden siyasi yollarımızdan mesela Mavun Reis bolup nurgun hizmet gösterken Kahraman Hocam vardı efendi bir qatamliq siyasi nime dedi? Demek Ahmadjon Qosimov qatorliqlar Moskvada Liu Bianco türmesinde öldürüldü. Hazır xilma-xil gap birisi Baykal'da öldürüldü, birisi Liu Bianco'da öldürüldü. Ben yaqinda so'zlagan Turkiyada ekkan paketim bilan kitap bilan ko'rsatdim. 1962-yili shu vaqtda Xrushchev hukumati türmedagi Ahmadjon Qosimov Moskva türmedagi Ahmadjon Qosimov qatorliq rahbarlarni Xitoyga o'tkazib berdi. Xitoy o'tkazib oldi. Xitoy buning badaliga bir orol bergan emas. Bu anglagan gap. Boshqalar ko'rgan materialdan men anglagan gap. Orol bilan tegishli degan gap kitobda yo'q. Lekin 62-yili Xitoyga o'tkazib berdi. Men shuning keyin ularni tasavvur qildimki, 1962-yil yuz bergan Ilichochak voqeasini Rus bilan Xitoy birlashib paydo qildi. Sabab Ahmadjon Qosimov qatorliqlarni chegaradan Beijingning qo'liga o'tkazib berish degan so'zning o'zi bu sirliq gap, nayt eg'ir gap. Buni Uyg'urlar sizib qolmasin, Uyg'urlar bilib qolmasin deganlar inqilob partlagan viloyat doirasi, ya'ni G'ulji shaharda, Cho'chak viloyatlarida, Altay viloyatlarida qaç vaqasi paydo qildi. Ikki davlat Rossiya, Xitoy chegarani echib etdi. Demak, bu ishni shunday basiqdi. Keyin andan Jinbovda Damanskiy orol vaqasi chiqdi. Ehtimol shu orol bilan tegishgan bo'lishi mumkin deb faraz qildim men. Sabab 69-yili 3-oyning 2-kuni, 1969-yil 3-oyning 2-kuni Jinbovda Damanskiy orolda Rossiya bilan Jungoning ozodlik armiyasi o't etishdi. Jungoning 800 nafar askari, ya'ni bir brigada askari vafot bo'ldi, o'ldi. Rossiyaning 60 nafar askari vafot bo'ldi. Urush shunday boshlandi. Demek Rus-Xitoy munosabatlari shu darajaga keldi. Ahmadjon Qosimovni Beijingga o'tkazib berdi. Beijing qanday qildi? O'z ajaliga o'lishga ruxsat qildimi yoki suiqasdlab o'ldirdimi? Shu Sovetlar ittifoq ayni chog'da Puyini, Manjuriyaning podshosi Puyini ham Beijing hukumatiga topshirib bergan edi. Beijing hukumati uni Gogong kitobxonasida, saroyda kitobxonasida yashadi. U o'z ajali bilan o'ldi. Ahmadjon apandi qani? Tarix mana shu. Hurmatli Rais Xi Jinping apandim. Vatanda, bizning vatanimiz Uyg'uristonda yoki sizning qo'lingizdagi Xinjiangda yildizni izlaymiz, mohiyatini izlaymiz, xarakterini izlaymiz. Uyg'urnimiş bunda zo'ravonlik qildi, Uyg'urnimiş bizni qarshi turdi demang apandim. Bu yerdagi munosabat Hanzula Uyg'urning munosabati mustamlika bo'lish munosabati.
Sizde bir mahiyet var. Tarihni içip ettin. Mavzdun degen biz Şinjan'ı tinç yolla azat kıldık degen. Xuddi sizmi şunun okşaş tinç yollan Şinjan'ın Uygur'un kolu kaytırıp birine Xi Jinping efendim. İş ve selam tamam. Uygur yani sizle mörgüdür hep dünyada ittifakdaş devlet bulup, inak hoşindarçılık siyasi yüzüp, halkara diplomatiya işlerdi sizlerin devletinlerge, Cumhur devletin yerden bir maşına ötüdü. Uygur kosuğu kan millet. Biri bitin. Bir kırgınçılık kılmang. Siz hazır ihtimal hata oylap kaldınız. Prezident Trump'ın Aksaray kirgen polisti ve yaki onun 7 Müslüman devletin Amerika kirişin çekligenligi. Çünkü o devletlerde uruş bulup atıdı. Çünkü o devletlerde zorvallık hareketleri var. Amerika bir öz devlet menfaatini qoğdaş hukukluk. Devlet bir hatarlıkını qoğdaş hukukluk. Bu yerde hiç kandan mesele yok. Siz bu fırsattan faydalanmayız. Reis Xi Jinping. Yoldaş Xi Jinping. Şunu Uygur'un yana bir katım terörist aylandırman, zorvan aylandırman, o da burunman. Bir kadın bir kağı vaka çıkaman, vaka sadır kılman, onu sadır kılıp Uygur'u döngep koyman. Hürmetli Reis Xi Jinping efendim. Biz bana çıraylık sözüldük. Bu şimdi çıraylık sözüsümüz. İşte çıraylık yolda hal bolsa boludu. Hürmetli Reis Xi Jinping.